Hammaga salom. Sizlar bilan men Reddy va Reddy.uz kanali. Albatta kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolardim. Bu videoni olish uchun juda ham ko'p vaqt ketdi. Shuning uchun mehnatimni qadrlagan holda like bosib, obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Bugungi bo'ladigan ishlardan siz hayron qolasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu esa men har doimgidek uxlab yotibman. Davomi qanday bo'lganini hozir ko'rasiz. Yana shu tong otdi. Ertalabki uyqu juda ham shirin bo'ladi. Ertalabdan odam uyg'ongisi kelmaydi. Tong menimcha tong otib ketibdi. Men hali ham ishga bormayman. Shuning uchun har doim ertalab xohlagan paytim uyg'onaman. To'g'ri, o'qishga boraman, lekin bugun bormayman, chunki bugun mening muhim ishlarim bor o'qishdan ham ko'ra. Bu muhim ishni esa nimaligini sizlarga keyinroq aytaman. Hozir esa ovqatlanishimga xolodilnikda hech nima yo'q. Bozorga ham borishim kerak ekan. Bu yerlarda ham hech nima yo'q. Bu yerda hammasida hech nima yo'q bo'lsa kerak. Menimcha bugun bozorga tushaman. Yaxshi, unday bo'lsa men bozorga boradigan bo'lsam, o'zimga spiska tuzib olishim kerak, ya'ni nimalar olishim, nimalar olmasligim. Bu yerda nonushta ham hech nima yo'q. Mana bu yerda kechaga qolib ketgan kofe, hech nima yo'q. Aniq endi bozorga boradigan bo'ldim va men o'zimga kerakli spiskalarni tuzib oladigan bo'lsam, mana bu yerdan kerakli narsalarni, ya'ni pulni va sumkani olmayman menimcha. Ana endi ketamiz bozorga vaqtni cho'zmasdan, chunki mening qornim och. Birato'la shu yoqda ovqatlanib olarman. Eshikni qulflaymiz va endi esa sekingina podyezddan tushib ko'chaga chiqamiz. Taksi to'xtatib borganim yaxshiroq menimcha, chunki bozor bu yerdan uzoqroqda. Agar piyoda boradigan bo'lsam juda ham ko'p vaqtim ketadi va o'zim ham charchab qolishim mumkin. Qani ketdik. Va nihoyat bolalar, men bozorlikni ham qilib kelyapman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan Reddy? Zo'r rahmat. Menimcha bular o'z ishlariga, xullas qayerga borsa ham boryapti, bilmadim endi. Endi bozorlik qilib keldim. Bugungi kundagi ikkinchi reja juda ham ajoyib. Men bu ishni qilishga hayajonlanyapman. Ya'ni qanaqa ish ekanligini, ya'ni nima qilishim kerakligini keyinroq aytib beraman. Ungacha sizlar kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bugun men uchun eng muhim kunlardan biri, sababi mayli, gapni cho'zmasdan ayta qolay. Bugun men uchrashuvga chiqishim kerak. Bitta qiz bilan uchrashuvga chiqishim kerak. Yana o'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, bu uyda men bir o'zim yashayman, ota-onam chet elda ishlaydi. Endi mana bu olgan narsalarimni xolodilnikka solib qo'yaman. Shirinliklarni mana bu yerga solsam, bu yerda boshqa narsa yo'q. Olmani menimcha mana bu tomonga qo'yib qo'yganim yaxshi. Ana endi esa pastki tomoniga bularni qo'yaman, non, steak va sabzi. Suvlarni esa mana bu tomonga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Ana narsalarni ham joylab bo'ldim. Ana endi men nima qilsam bo'ladi? O'sha tezroq tayyorlanishim kerak uchrashuv uchun. Men tayyorman va eshikni ham qulfladim va endi uchrashuvga borishim kerak. Afsuski, uchrashuvga mashinada borsam yaxshi bo'lardi, lekin menda mashina yo'q. Yaqinda olmoqchiman, lekin pul yig'ayotgan edim. U pul ham o'zimda emas, kartamda. Shunaqa. Aytilgan joyga kelib qoldim. Ana o'zi ham turibdi. Salom, qalaysiz? Salom, yaxshi, rahmat. Kutib qolmadingizmi? Yo'q, men ham hozir kelgandim. Yaxshi, unday bo'lsa sizga mana bu gulni bermoqchi edim. Rahmat. Arzimaydi. Yuring, biror joyga borib aylanamiz yoki restoranga boramiz xohlasangiz. Qaysi tomonga boramiz? Hozir biroz ko'chani aylansak, keyin restoranga ham boraverardik. Agar men uchrashuvda g'alatiroq gapirsam,
to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Chunki birinchi marta uchrashuvga chiqishim qizlar bilan to'g'risi. O'ylaymanki, biz yaxshi kelishib olamiz. Agar o'zim haqimda tanishtiradigan bo'lsam, men youtuberlik bilan shug'ullanaman. Uyda bir o'zim yashayman, ota-onam esa chet elda. Aytgancha, yuring restoranga boramiz. Kech bo'lib qoldi. Uyga borishim kerak. Hali erta-ku, agar kech bo'lib qolsa o'zim olib boraman. Yuring restoranga. Ha, mayli, yuring. Yaxshi, agar qo'rqmang, men o'zim uyingizga olib borib tashlayman agar mabodo kech bo'lib qoladigan bo'lsa. Rahmat. Va nihoyat uchrashuv tugadi. Uchrashuvdan qaytyapman. Lekin birinchi marta qizlar bilan uchrashayotganim uchun nima deyishni bilmadim. Ko'rdinglar o'zinglar, ko'p gapira olmadim. Ha. Va mayli, Hoy, qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Yangilikni eshitdingmi? Qanaqa yangilik? Bu yangilik emas, yomon xabar. Xullas, shahrimizga bir vaqtning o'zida meteorit tushyapti ekan va zilzila ham bo'layotgan ekan va hammasi bir vaqtda. Nima? Bu qanaqa ahmoqgarchilik? Bir vaqtning o'zida meteorit ham va zilzila ham bo'ladimi shunday? Ha, shunday. Siz qayoqdan eshitdingiz bu xabarni? Men internetdan ko'rdim. Mayli, men borishim kerak, vaqtim kam. Tushunmadim. Qanaqasiga bu bir vaqtning o'zida ham meteorit, ham zilzila bo'lishi mumkin. Bu agar bo'lsa ham juda ham katta ofat. Agar meteoritdan berkinishsa zilzila bo'ladi, zilziladan berkinishsa meteorit. Nima qilamiz odamlar? Aynan bizning shaharga tushyapti. Mayli, balkim yolg'ondir. Kutamiz. Hozir men bu xabarni bilishim uchun televizordan ko'rib olishim kerak. Hozir televizorni yoqib olay. Mana bu yo'q. Bunisimidi? Ayyo, bunisi. Nimagadir bo'lmayapti. Bo'ldi, mana bu ekan. Hozir mana va ana 1 2 3. Xullas, hammaga salom. Sizlar bilan xabarlar ko'rsatuvi. Xullas, bizning shaharda katta ofat bo'lmoqda. Ya'ni, bir vaqtning o'zida meteorit tushadi va zilzila bo'ladi. Ikkitasi ham bir vaqtning o'zida. Tushunyapsizmi? Ha, bu juda ham yomon. Shahrimizning odamlari evakuatsiya qilinishmoqda. Lekin odamlar nima qilishni bilmayapti. Agar meteoritdan berkinsa, zilzila bo'ladi. Zilziladan berkinsa meteorit tushadi. Buni umuman iloji yo'q. Nima qilishni bilmayapti hech kim. Biz yana o'rganib chiqmoqchimiz. Hali meteorit tushishi 100% aniq, lekin zilzila aniq emas. Biz o'rganib chiqamiz hali sizlarga yana yangiliklarni aytib boramiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling. Bizga siz keraksiz. Hammaga omad tilayman. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan xabarlar ko'rsatuvi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Tushunmadim. Bu nimasi endi? Televizorda ham shu narsani aytayapti. Nima qilamiz? Agar bu haqiqat bo'lsa, bilmadim endi. Endi baxtimni topdim deganda. Mayli, bir gap bo'lar. Yoki ota-onam Oradan bir hafta o'tdi. Men o'qishga ketyapman. kerakli narsalarni olib bo'ldim va o'qishga tezroq jo'nashim kerak. Yana yomg'ir ertalabdan. Nimasi bu? O'qishga nimada boraman endi? Qanaqa qilib boraman? Soyabon ham yo'q. Mayli, taksi chaqirarman. Ishqilib taksi ham kelsa bo'lgani. Bu yomg'irda kim keladi? Juda ham qattiq tushunmadim. Nimalar bo'lyapti? Yo'q, nimalar bo'lyapti? Yo'q, nahotki boshlangan bo'lsa, Siz bu videoni davomiga albatta qiziqyapsiz. Buni davomini ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing va biz uzog'i 5 kun atrofida bu videoni chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.